Moddiy nuqtani tezlanishini aniqlashga doir keyingi misolni ko'rib o'tamiz. Masalani sharti bo'yicha nuqtani trayektoriya tenglamasi hamda so'ralgan sekunddagi tezlanishini aniqlaymiz. Harakat tenglamasini ko'rinishi quyidagi trigonometrik ko'rinishda. Trayektoriya tenglamasini hosil qilish uchun x kosinus alfa va sinus alfalarni bir tomonga, x va y-larni bir tomonga o'tkazamiz. Hamda bularni kvadratga oshirib, har ikki tomonini bir-biriga qo'shib yuboramiz. 4 kvadrat kosinus kvadrat alfa qo'shuv sinus kvadrat alfa bizga 1 beradi. Natijada 4 kvadrat chap tomonda bizda 4 kvadrat, o'ng tomonda x plus 1 kvadrati hamda y minus 2 kvadrati qoladi. Bularni kvadrat qovuslarini ochib o'tirmaymiz. Shu ko'rinishini o'zi bizga aylana tenglamasi ekanligini ko'rsatadi. Aylanani hosil qilamiz. Demak, radiusi 4 ga teng, koordinatalari bo'lsa markazi -1 plus 2 nuqtada yotadi. Shundan so'ng tezlanishlarni aniqlashga o'tamiz. Dastlab M0 nuqtani aniqlab olamiz. Buning uchun t0 sekunddagi x, y miqdorlarini aniqlaymiz. Keyin so'ralgan sekund 2 sekunddagi tezlanishlarni 2 sekunddagi M1 nuqtani holatini aniqlaymiz. 1/5,5. Demak, bu nuqta bizda quyidagi yo'nalishda harakatlanadi. X o'qdagi tenglamadan vaqt bo'yicha hosil olib, x o'qdagi tezlikni, y o'qdagi tenglamadan vaqt bo'yicha hosil olib, y o'qdagi tezlikni aniqlaymiz va miqdorlarini olamiz. Grafikda bularni ko'rsatamiz. X bizda manfiydan chiqdi, yo'nalishi x ga teskari yo'nalgan, y ham manfiydan chiqdi va y tezlik bu ham y ga teskari yo'nalgan, koordinat o'qiga qarama-qarshi yo'nalgan. Perpendikularlarni o'tkazib, to'la tezlikni ko'rsatamiz. Miqdor jihatdan vx kvadrat qo'shilgan y kvadratni yig'indisini kvadrat ildizdan chiqqaniga teng. Tezlanishlarni aniqlashda x o'qdagi tezlikdan olingan vaqt bo'yicha hosili x o'qdagi tezlanishi, y o'qdagi tezlikdan vaqt bo'yicha olingan hosili y o'qdagi tezlanishi beradi. Mana quyida hosilalari va 2 sekunddagi miqdorlari aniqlangan. Tezlanishlarni ham ko'rsatamiz. Manfiydan chiqqani x va y yo'nalishiga teskari yo'nalganini ko'rsatadi. Perpendikularlarni o'tkazib, to'la tezlanish ham belgilaymiz. Miqdor jihatdan bu x va y o'qdagi tezlanishlar kvadratini yig'indisini kvadrat ildizdan chiqqaniga teng.